Hörmətli görürmən dostlar, Şinjan Kamera Mədəniyyət Çəkiş Şirkəti Elçi Proqramısı İşləş Korpusu bugün Ateş Makan Turpanğa yetib gəldik. Uzundan buyan bizim görürmən dostlarımız asasi qatlamğa düşüb sürətə asanlar bulat deyilən iltimasını qılğan. Mana biz bugün axırı Turpanğa gəldik. Mən hazır bəkmə çiraylıq, boyluq tuturub sizlərə salam beriyatman. Yaxşımsınız? Singlim Mayra, xoş gəldiniz. Yaxşımsınız? Siz bilan acayip yaxşı bir yerdə uçuş qaldıq. Sayat gəldinizmi? Yo'q, xizmat gəldim aka. Qarang. Mana tomoshabin do'stlar bizga qarab turibdi. Salam, barliq tomoshabinlar, hammangizlarga Sami Osmondan salam. Ko'rman do'stlar, bizning san'atkorimiz Turpan xalqining faxri Sami Osmon aka bilan bo'yliq uchrashib kelishdi. Men o'ylamagan bu to'lim go'zal bir uchrashuv bo'ldi. Bek xush bo'ldik. Xalqingiz menga yo'l boshlang. Biz elchini suratga olaylik. Bek yaxshi o'psinglar. Bizning bo'ytaq qiz yigitlarimiz uchun yaxshi bir sahna bo'pti. Qani men yo'l boshlay, marhamat singlim. Qani birlikda mangaylik. Salam qimmatli do'stlar, ko'rayotganinglar elchi programmasi. Yoshligimizda, qirolligimizda elchidan iborat mas'uliyatni mo'rimizga ortib, mana bugun biz 2-yillik musofirni boshlab ketdik. Programmamiz 53 son muvaffaqiyatli suratga ilinib ko'rmalarning huzuriga sunilgandan hozirgacha biz izchil tomoshabin do'stlarimizning taqozosi bilan yanada elchini suratga ilishni davomlashtiryapmiz. Programmamizning tajdorligini Cho'ng'uston markasidagi tamtid qulari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Cho'ng'uston yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni chach yuz, chach asrash mahsulotlari sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Şinjan Al-Xumar mablag' selish shirkati alohida talab qilgan. İran markasidagi teri asrash mahsulotlari bilan tanilgan Şinjan İran xalqaro savdo chekish shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Şinjan Fasil xalqaro savdo chekish shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Biz yuqorida ismi tilga ilingan korxonalarga ham korxona mas'ullariga, xizmatchilarga samimiy rahmatimizni aytamiz. Sizlar bo'g'ashqa biz 2-yillik elchining musofirlarini muvaffaqiyatli boshlab ketdik. Tetit sohasidagi sarka mahsulot Cho'ng'uston tamtid qulari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlag'lash munosabati bilan Cho'ng'uston mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dona mashina mukofotini aqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng'uston mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elchi programmamizni chach asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi bayroqdor korxona Şinjan Al-Xumar mablag' selish chekish shirkati alohida talab qilgan. Şinjan Fasil xalqaro savdo chekish shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Qani, Cho'ng'ustonning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh yo'qshab qo'ysin. Vah, haqiqatan bek o'xshamdi. Ta'mi o'zgacha, yemak-ichmak odatimizga moslashgan, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu Cho'ng'uston tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anglasam Cho'ng'uston tetib qo'llardan mashina oltin izlik degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shuni men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng'ustondan sizga omad tavsiya kelsa, mana shunday oddiy ish. Xalqining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakrab chiqadi. Voh, qaranglar rostlar. Bizni ichib baqayli. Ha, mashina. Biraz mashina chiqibdi. Cho'ng'uston tetib qo'llarining she'rin lazzatidan hozirlangach, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim Cho'ng'ustondan katta omad bor. Cho'ng'uston samovar tetib qo'lari. Cho'ng'uston. Mana dilbirim keldi. Qahvarang romantika va muhabbatning belgisi. Qora rang buyuklik va yuksak jazbidir. So'zlar xosligingizni bayon qilib, tanho go'zalligingizni so'zlaydi. Matarangdan hayotning go'zalligi va umid balqib turadi. Qizlarangda sho'xlik va qizg'in yoshlik sevgisi ayon. Dilbirim 5 xil rangli chash bo'yiqi go'zal yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Qadrli ko'rmanlar, men hozir o't makoni Ateş yurt Turpanda turibman. Elchining qadimi Turpanga keldi. Biz Turpanga yolg'iz kelmadik. Elçin ishlayotgan xizmatchi xodimlar ham bizning sodiq hamrohlarimiz, yetakchi o'qituvchilar birlikda keldi. Undaqda tanishtirishimga ijozat beringlar. Şinjan Subiy advokat o'rnining hamkorlashuvchisi pishqan tajribalik advokat Abdunum rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar ombiriga tizimliga kirgizilgan faxrlik hadimiz Fatiguin Abduqodir. Qarshilamiz Fatigularda xush kelibsiz.
Armağan, ko'pchilik yaxshi ko'radigan, alqishlaydigan so'zlarni anglasa zerikmaydigan psixika maslahatchisi ham elchining sodiq qo'llag'uvchisi, hamrohchisi, safardishi Ali Ma'lum. Qarshilamiz Ali, sizni Armağan isg'ib chiqamisin. Aramızda yana bir mehmon yarışıp o'tiribdi. Mehmon desammi bo'ladi, Soyibxon desammi bo'ladi. Chunki biz Turpanga yetib kelgan tunji kuni u oldimizga chiqib Soyibxon sifatida bizni kutib oldi. U yoq bo'lsa-mu, bizning bugungi programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan. Har millat do'stlar ichida inovat tikilgan san'atkorimiz Sami Osman. Qarshi olamiz Samika. Siz bilan birlikda elchi programmamizni ko'ngillik tamomlashga ko'zimiz yetadi. Qimmatli fikrlaringiz, o'ylaganlaringiz bizdan ayamang. Do'stlar, biz elchi programmamizga qisman o'zgartishlarni kirgizdik. Ya'ni oldi bilan sahnamizga chiqadigan o'g'il mehmonlar alohida tanlash imkoniyatiga ega bo'ldik. Undaqda birlikda ko'rib baqaylik. Biz bugungi tunji mehmonni sahnamizda kutib olaylik. Marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz ustozlar, hammangizlarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Kamil Baxtiyordan hammangizlarga o'tliq salom. Baxtiyor, qo'limdagi tast kompyuterda 20 nafar qizning surati bor. Ular sahnaga chiqishni saqlayotdi. Biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Qani, siz o'zingiz tanlab chiqing. Kimlar bugun siz bilan suhbatlashishga sahnaga chiqadi? Ko'rib, yaxshi ko'rib tanlang, ha? Bo'ldimi? Tanlab bo'ldingizmi? Endi o'zingiz tanlagan shu qiz mehmonlar ichida o'zingiz bakrak yaxshi ko'rgan biraylarni ko'nglingizga tukib oling. Shuni ayrim chekib tanlab qo'ying. Qani, men ko'may turay, ya? Tanlab bo'ldingizmi? Bundaqda Baxtiyor, biz qiz mehmonlarni sahnada kutib olaylik, bo'lamdi? Qani. Qani, qizlar, marhamat. Salam qizlar, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib xush bo'ldim. Ateş makonidan salam, elchidan ehtirom. Elning ko'nglini utib, biz qilaylaram. Sizlar elchining gullari, g'unchilari, sizlar bilan elchi ko'pning ko'ngliga arziyotidi, yiqiyotidi. Ko'pchilik taqozolik bilan elchini har haftada kutiyotidi. Undaqda biz oldi bilan bugun sizlar uchun sahnamizga qadam olgan yigit bilan VCR orqali tanishib chiqaylik, ya? Ekran qaraylik. Yaxshimisiz elchi programmasidagi go'zal qizlar, men Baxtiyor. Bu yil 28 yoshdaman. Yurtim Turpan Idiq rayonidan, xizmatim xalq saqchisi. Xizmat o'rnim 90 noyisida. Odatda muzika anglashni, kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmasiga kelishga maqsadim bo'lsa, kasbimni qo'llab-quvvatlab beradigan, to'g'ri tushunib, yaqindan hamdamda bo'la oladigan, cho'nglarga oilaga kuyim bor, kuyimchan, oq ko'ngil qiz bilan tanishish. Qani, undaqda biz Baxtiyorni kutib olamiz. Baxtiyor, marhamat. Yaxshimisiz qizlar, hammangizlarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Baxtiyor, umrlik hamroyimni topay deb sahnamizga chiqibsiz. Qani qizlar bir qarab beqing. Bayatdan siz o'zingiz chekib tanlagan qizlar chiqibdimi yoki sal o'zgarib qolgandekmi? Ashulda tanlaganlarim chiqibdi. Qani o'zingiz eng oxirida ko'nglingizga tutgan qizning nadiligini obdan ko'rib oling, ha? Qani qarab beqing nadika. Qaysi taraf turibdi? Hozir menga demisingizmi bo'ladi? Ko'rib oldingizmi? Ko'rib oldim. Sahnaga chiqib ko'rib olibsizda. Qani qizlar, erkin ozoda fikr almashtirib baqsanglar bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz bu shu bayam TV'ni ko'rdik. O'zingiz bildingiz, bu yerda o'zimning mangulik hamroyini tepib, o'zimning bir illiq oilani qurmoqchi edingiz. Unda bo'lsa, mening sizdan so'raydigan tunji savolim, sizning nazaringizdagi oilaning iliqligini siz ayting. Siz qanday narsani bir oila deb qaraysiz? Bu shunga bir javob bera olasizmi? Menimcha oila deganimiz oiladagi bir juftlar oilaniki bir-biriga mehrini berib, bir-birini qo'llab, quvvatlab, oilaniki bir muqim bo'lgan o'zi saqlab qolishniki oila. Rahmat. Unda yana bir savol so'rsam, siz oila tarbiyasiga, ya'ni farzand tarbiyasiga qanday qaraysiz? Onaning majburiyati bakrak ustun o'rin turamdi, otaning majburiyati ustunroq turamdi. Oila tarbiyasi deganda oilada endi uydagi cho'nglarning
onamizdan yoki otamizdan ikki kishining tarbiyasi o'zaro birlashtirib qo'yganda eng yaxshi bir yaxshi bo'lgan oila muhit tarbiyasiga erishadi deb o'ylayman. Sizning hayvonlarning oilasi bilan bo'lmaydi. Bir qism hayvonlar, yirtqich hayvonlar bandi. Farzand ko'p bo'liblar, otliq bilan aloqasi qolmaydi-ku. Hayvonlarniki onasiniki baliq bo'lgan, mehr-muhabbati bekerak ishqadimda otasi balkim uning bolasining mavjudligini balkim uqmasligi mumkin. Mumkin. Buni inkor qilmayman. Lekin to'plashib yashaydiganlarnikida hammani u yerda inchik bo'lgan ish taqsimoti bor. Rahmat. Yana savol bormi? Bor. Men tayyor. Men bugun sizning chiqnas o'g'indagandek turibman, turib. Hayvanlar nimishqa oila qurdi, oila qurishga sababi hayvanlarning. Ya'ni insonlarning oila qurish sababi nima? Ya o'xshashmish qismi. Bu insonning ehtiyoji. Hayvanlar nimishqa oila qurdimsa? Hayvonlarning turmush qurishdagi o'zining ehtiyoji, bevosita aytganda o'zining ehtiyoji, fiziologik ehtiyoj tufayli deb qarayman. İnsanlar hayvanlar asosiyatdan o'xshash deb qaradingiz shundaymi? Tabiiy nuqsin tub negiz deb aytganda uni inkor qila olmaydi. Demak, oila qurishning shundag'ini sababi asli insonning tabiati bor. Insonning o'zim bir hayvon. To'g'ri. Ya, xato emas. Ham shundag'anda o'rtaq bo'lib qoldi hozir, shundaymi? Undan so'ng oila qurishning sababi nima bo'ldi shundag'anda? Endi oila qurish birli gap. Birli taraf hayotining oxirini ham go'zal qilish. Men demoqchi o'sha. Yo'q, yana ezib ketdingiz. Hayotni go'zallashtirish. Sizning javobingizni anglab boqsam bo'lamdi? Bu hayotni go'zallashtirish deganning o'zi ham bir xato narsa. Hayot go'zal bo'lmaydi, sat bo'lmaydi. U bir obyektiv narsa. Bu to'g'ri. Uning go'zal sat bo'lishi degan butunlay sizdagi subyektiv ongning ta'siri. U sizdagi bir xil his tuyg'u xolos. Har bir odamning birdan tuyg'usi o'xshamaydi. Hamda bu insonlar bilan hayvonlarning oila qurishning bir sababi hayotni davomlashtirish. Tabiatning hayotlikni davomlashtirish uchun mayli insonlar bo'lsin, mayli hayvonlar bo'lsin, bizga siz degandek har xil fiziologik va psixikalik ehtiyojlar orqali bir jins bilan bir ayol jinsni bir yerga akilib hayotni davomlashtirdi. Mana bu nima esa oilaning shakllanishining bir sababi hisoblangan. Asosiy. Men qo'llayman ko'z qarashingizni. Meni qo'llamasligingiz muhim emas. Baribir qo'llaysiz, bilgan qo'llamasiz. Endi sen fikam shu nurg'un o'g'on bolalar chiqdimi sahnaga? Qiz boladan kelsin, ayollardan kelsin deb. Bu qiz boladan kelsin deganni biz rohat ishlarga, yaxshi ishlarga, huzurlanadigan ishlarga ishlatamiz. Masalan, tamoq yeydiganga, mashina chiqadiganga, avval ayollar chiqsin, avval ayollar yesin, avval ayollar deb bu ayollarga bir xil hurmat, ularga bir xil muhabbet berish uchun ayollardan kelsin deymiz. Qiyin ishlarga, mushkul ishlarga, qimmat ta'sirlarda biz ayollardan kelsin demaymiz jinim ukam. Shunga ma sahna chiqib, bir-biridan savol so'rash ma'lum darajada sal mushkul ish. Shunga sahna chiqqan barliq o'g'illar bundaq ta'sirlarga ayollardan kelsin desanglar, bu iliqqa hurmatni vosita qilib, qiyinchilikdan, mushkulchilikdan qochish bo'ladi. Men Baxtiyorga bayo bir fursat bergan. Siz boshlamsiz deganimdagi maqsad, siz ish bo'lmaganda qizlarning ismini bilishingiz kerak. Kasbini. Ularning nimani yaxshi ko'radiganligini. Mush nuqtalarni bo'lsin so'rab qo'ysangiz bo'ladi. Biz so'ramayli qizlarga bervatdik huquqni. Xo'sh, biz qaytadan bir kayniga yandiraylik-a. Qizlar bilan tanishib chiqamdik, xohlasangiz. Bular ismini, kasbini deb bersinmi? Ma'qul. Qayoqdan boshlaymiz? Ro'shangul, sizdan boshlamdik. Salom muhtaram ustozlar, shundaqla aziz qarindoshlar, hammangizlarga hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Kamina o't yurtda turpan qiz Ro'shanguldan o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Mening ismim Olmira. Yaxshimisizlar? Mening ismim Mukarram. Men qisqa film modeli bo'laman. Mukarrammi? Ha, Mukarram. Mening ismim Rayhon. Men shu angishlar sog'lomlik oziqligi, shundaqla Xotanning yerlik o'zim kiyib olgan ipak atlaslar tijoratini qilaman. Yaxshimisizlar? Ismim Xotgul, Turpandan bo'laman. Yaxshimisizlar? Mening ismim Xadija. Mening kasbim bo'lsa o'qituvchi, yesli o'qituvchisi. Yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya, kasbim model.
Yaxşımsızlar, mening ismim Ayşe. Ballar kiyim-kechik bilan shug'ullanaman. Yaxşımsızlar, mening ismim Zufina. Men usul o'qituvchisi. Yaxşımsızlar, mening ismim Barbiya. Mening kasbim aeroplan xodimi, Hong Kong fu. Her gülünün pırqı özgüçe edip çoğularımız acayip toğru ettik ne? Bir-birge fakat okşamaydı. Avazı, yasınışı, sözleş kıyafetleri, özün tanıştırıştırımı okşamaydı. Kızlardan bir so'rab baksam, kızlarning nazarındaki bir aileye, bir türlü o'g'dak, juftininki, jufti bo'lmoqchi bo'lgan odamninki, bo'lgan odamga bo'lgan talabi qaysi jihatlardan kerak ifodadan tushundir. Shu mening ko'z qarashimdagi oila turmush uchun eng yaxshi bo'lgan bir oila otasi shundaqla to'rikkining axloq mujassamlashgan samimiylik bilan haqiqiy mas'uliyatchan oila peshvosi bo'lish pek muhim deb qarayman. Baxtiyor yaxshimi, xush kelibsiz. Siz degan savolga javobim bo'lsa qarang. Qandaqroq arzuyingiz bilan kelgusingiz bor o'zg'o. Men bilan birga o'tadigan odam, keyin yaxshi bir xizmat olsa, dana, muqim bir xizmat olsa, ota-onalarim yaxshi olsa, andan keyin to'y qancha ishkelan tirishib, ash bir o'ynab ketalsak. Bo'ldi. Ashtaxshi. Xo'sh, azroq savollarni pishirib beringlar. Samika, siz izchil ko'ryapsizmi bizning elchi programmamizni? Shundaq, davomli ko'raman. Shu maydonga chiqqan, masalan, yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin, dadillik bilan astoydil o'ylashib, bir umr bir-biriga hamroh talaydigan bo'lgan ekan, rostchilik bilan aynan so'zlab bir-birisining juftini talishga bo'ldi deb o'ylayman. Hozir qizlar, sizlar Baxtiyordan faqat uning 90da ishlaydigan bir yigit ekanligini, bu yil 28 yosh ekanligini, o'zining nisbatan astoydil, sahnada sal tortinchoqroq holatidan pek sho'x emasligini bayqagansizlar. Xo'sh, dastlabki ta'sirda chiroqni o'chirib yetishni xohlaydiganlar bo'lsa, hozirning o'zida o'chirmasanglar bo'ladi. Rayhon o'chirib yetib turdingizmi? To'g'ri tushunishga bo'ldi, ha? Biz Rayhonning fikrini hurmat qilamiz. Undaqda endi biz kaynimiz ekran orqali Baxtiyorning muhabbat tarixi bilan tanishib chiqaylik, ha? Quloqlarimiz ding bo'lib ketdi-da, ma vaqtda, qani. Oliy maktab hayotimda butun ishtiyoqim bilan o'qishga bag'ishlanganim uchun muhabbat ishlarim ancha o'ylashib ketmoqdaman. Xizmat chiqqandan keyin bo'lsa, xizmat ardoshligi bilan yana biror bilan tanishish fursati bo'lmadi. O'z programmamizni bizning eng yaqinlarimizga aylanib, ham bizning mushu qiyinchiliklarimizni hal qilayotganini ko'rib, bu program qatnashishni orqali o'zimga yaxshi bir hamroh bilan tanishish uchun bu sahnaga keldim. Demak, mo'l bo'lgan muhabbat tarixi chiqamdikin desak, izchil o'qish, xizmat bilan o'tibsiz Baxtiyor. Shunday. Endi siz mayli ilgari oliy maktab vaqtingizda bo'lsin, hozirgi xizmat holatingizda bo'lsin, muhabbatlashib bakmabsiz. Tunji muhabbatingizning ayolingiz bo'lib qolishini xohlamsiz? Xohlamsiz. Alimali? Xo'sh. Tunji muhabbat tarixini mo'taq boshdan kechirib bakmabdi. Lekin tunji muhabbatini nima ish qilyapsan? Hamma deb oldirash muhabbat ishvasa, bu sen nima ish qilib yuryapsanmi? Sen muhabbat ish bakmadingmi? Yo'q. Muhabbat ishni xiyolmi qilib bakmading? Xiyol qildim. Ammo uni uchun harakat qilmading. Qildingmi? Ba'zan sabablar bilan. Nima sabab? Muhabbat ishdan boshqa nima muhim ish bor ekan bu dunyoda? Muhim ish yo'q bu dunyoda. Muhabbat ishdan boshqa hech qanday muhim ish yo'q. Yoki bunda biroz kuzan shunda retulab ketgan ish bormi ya? Yo'q, men maktab o'qiyotgan vaqt bo'lsin, to'liq vaqtni men uyda bolalarning cho'nchi shu maktabning
Maktabda vaqtda o'zim zehnimni tutib o'qishga nima qilay dedim. Keyindan damaga vaqtlarda o'zim u yerlarda ishlab, ya'ni shu ishlardan keyin oliy maktabga chiqdik. Oliy maktabga chiqqandan keyinmi shu maktabga chiqqandan keyin yana shu o'zim shu tanlagan kasbimni bir voyaga yetkazib bilimni oshirib olsam, keyin o'qish degandan keyin bo'lsa-mu, degandan keyinki jamiyat chiqqandan keyin xizmat bir kishi o'zim xohlagan shu o'zim tanlagan kasbimdan xizmatni qilsam deb o'ylab yurib, u jiq o'ylash ketmabdiman. Hech bo'lmaganda bir qizga nisbatan ko'nglingizda pishib qilib qolgan bir ishlar bo'ladi-ku. Ajab chiroyli qizga, ajab umoq qizga, ajab kulish chiroyli ekan degandek bir qizg'ini kuyib baxmaganmidingiz? Dastlab bo'lgan, u ahvol bo'lgan keyindan o'zim jur'at qilamadim. Unda desa. Bu odam deganning undaq seg'indigan adimining bo'lishi, o ajoyib bir go'zal ish jinim. Mayra degandek bir Erbulus to'nglar sening ashundaq bir xil ashimi bir muhabbet tarixing, shundami ya? Ashim bir muhabbet tarixing, ammo senda bir jur'at bo'lmagan gap. Mayli odam hissiyat ifodalash kuchli bo'lishi kerak, qarshi tarafning rad qilishi muhim emas. Ammo sening ifodalashing muhim. Ifodalab bo'lib mag'lub bo'lsak, bumi bir yaxshi. Ifodalamay turib mag'lub bo'lsak, bu bir laqa nima deb qo'yamiz, davlatda kishida ham deb qo'yamiz-ku, shuma? Qanima o sahnada mana bir-birdan chiroyli, umoq, bilimlik, so'zman qizlar chiqdi. O'zing yaxshi ko'rdigan. Sen jiqqa qilmay ekansan, jiqqa qilmagan ekansan, chuqum jiqqa qilgan qiz bolani yaxshiroq qilsa, undaq bolalar sho'xroq, qiz bolani yaxshiroq qildi, jiqqa qildigan, akilam chuqroq qiz bolani yaxshiroq qildi. Shu an dadil oldi be. Gap so'rab baqamsa. Men hozirmish Baxtiyorning bayatdan iPad orqali chekib tanlagan qizning kim ekanligini bilgim kelib ketyapti. Alining aytganidek o qiz sho'xmidu, kamsizmidu? Agar sho'xroq, gapdaroq bo'lsa, ras Baxtiyor tanlig'ini to'g'ri chiqib qilib sahnani tushmay turib olarmi deganlarni o'ylab qoldim. Qarang Baxtiyor. Chiroqlar qarasangiz, birla Rayhon o'chirbatdi. 10 qiz bor sahnada. 9 aylan siz uchun saqlab qoldi. Demak, bu bir umid. Siz cho'qim jur'at qilishingiz kerak. Endi biz qizlar bilan sizning jonli fikr almashtirgan holatingizni ko'rgimiz bor. Men sizdan sal jiroq turib beray, o'tirib keling. Qizlar bilan jonli fikr almashtirgan qani? Men san vakolatdan boshlab beraymi? Jima? Qo'rqmay solso, qiz boldan qo'rqmay solso. Hech qanday ayol yo'g'o ishlar bilan urushib qolmaydi ekan. Sizning dunyo ko'z qarashingiz manda ekan deb urushib qolmaydi. Kichik ishlar bilan. Shunga kichik tafsilotlar odamlarning xarakterini yechib beradi. Men birinchi numurli qizdan bir savol so'rab qo'yay, shu Xadichadan. Sizning bir ayol bir umr birga yashaymiz deb o'tish kerakmi yoki bo'lmasa shu hissiyotimiz tukkicha o'tishimiz kerak deb qarash kerakmi? Yoki hissiyot tuksimi? Chuqur bir oila deganda bir umr mas'uliyat bilan tutish kerak deb qaramsiz yoki hissiyot tukkanda bu oilani tutishning hech qanday hojati yo'q deb qaramsiz? O'zingizning shaxsiy ko'z qarashingiz, o'zingiz ishindigan ko'z qarashingiz. Mikrofon beringlar. Mening ko'z qarashim bo'lsa, shu bir umr billa. Demak, ish qilib o'tirsada masalan, yaxshi ko'rish hissiyot qolmagan ahvol ostidami, farzandni deb yoki chuqur o'tishimiz kerak deb shundaq o'tish mas'uliyat bilan o'tish kerak deb qaramsiz? Albatta mas'uliyat bilan. Mesela hissiyotni birinchi o'rin qo'ymaysiz? Yo'q. Baxtiyor, bu javobdan suyundingizmi yoki bu javob ko'nglingizga toza yoqmadimi? Javobi yoqdi, to'g'ri bo'ldi. Yoqdi. Xadichaning deganini qo'llaysiz. Qo'llayman. Yurak beramdiq. Demak, sen bu ashqil ko'z qarashda shundami? Sen mashg'ul ko'z qarashdimi shunda olganda? Ha. O'zimning ko'z qarashimda baqayman, bayağı savolga.
Aile hem mas'uliyatning ham muhabbatning jevhari bo'lishi kerak. Mustahkam bir gavda bo'lishi kerak. Bundan sonra men sizdan bir so'z so'ray. Ajrashish bilan to'y qilish ikkisining masalan qanday farqi bor? Birisi yaxshi, birisi nachar ish deb qaramsiz. Yo'q, unday deb qaramayman. Undan sonra hozir gapingiz boyatgan gapga bir xil. Ya unday deganki, menimcha ham farzand bo'lib qolsa, farzand mas'ul bo'lgan asosda imkon qadar saqlab qolish kerak. Lekin zo'mizni saqlab qo'yganda arayib o'tirsiz, jidal majra tugimasa, o'xshashni yana bolaga balkim ajrish kelsa, uningdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Chunki o'zimni aytsam, o'zimning yil oxirida 8 yoshga to'lgan o'g'lim bor. O'g'limni hozir otasi beqiyotdi. Lekin men o'xshasa balamni yaxshi ko'raman. Balamning otasi o'xshasa bolasini yaxshi ko'rdi. Ya'ni balamizni yaxshi ko'rdi. Demak, shkanning ajrishi bolaga ta'sir qilmadi demak. Qo'g'izmaymiz. Chunki har ishkalan mayli ajrashib ketaylik, bu ikkimizning ishi, bola bilan aloqasi yo'q. Bu boshqa ish. Demak, Ro'shangulning ozroq tajribasi bor ekan-a. Shunga dadillik bilan fikr bayon qila oldi. Endi qizlar, masalan, turmush qurib baqmagan, farzand yuz ko'rib baqmagan qizlarning bu jihatda bek dadil fikr yurgizib ketmayotganini biz to'g'ri tushunaylik-a, Baxtiyor. Endi Baxtiyor, men sizga bir vazifa beray, qarang-a. Kimdan nim savol so'ragingiz bor? Cho'qim bir odamdan bir savol. O odamni cho'qim palandin deb turibdi-a. Hozir 4-numurliq mayrimlar savol so'rab qolsa. Almiradimmi? Ha. Yaxshimisiz, Almira? Yaxshimi? Siz o'zingiz nereden dediniz? Ben Ürümçi'den. Ürümçi'den. Sizlerinki kızlarla bulup mu? Oğullar qarta aldan qısalladı mı? Əlim Hanım cıq sözləb etdi. Şu özünüzə degan bexatarlik duyğusu. Özünüzə şu qandaq oylaysızlar, qandaq düşünürsüzlər? Biz üçün bexatarlik duyğusu degan şu. Siz işinizni qilib mı bana deb qo'ydigan. Anikinizə bək aldırışıb gəlsizmi telefon işim tügdi, maaşdan qandım debcu. Anikiz bunda qızlar bilan aralıq saxılsınız. Buldu. Ma qız bana aytdı bir Əmiliyə? Əmili, andın bu qızlarning mı tip o'xshamaydi. Har xil tip bo'ldi. Mush qiz ma'lum bir tipga vakillab aytdi, shu rost joyida deyildi. Ba'zi qizlar shundoq har bir doim kallisda o'zining yaxshi ko'radigan muhabbetini yoki erini doim nimish qilayotgandi degan bir savol qishnaydi. To'xtamay. Nimish qilayotgandi deb. Sallam yo'qolib ketgandan keyin kallisiga bir xil g'alati tasavvurlar kelib olib izlaydi. Izdasa bizar bo'lishdan qo'rqadi. Shunga buni eng yaxshi hal qilish usuli qarshi taraf bir xil judun holda, aktiv holda o'zi men maaşını qilyapman desa, bir xil bexatarlik tuyg'usi shakllandi. Ammo bu bayatni Almira degandek ma'lum bir tipdagi qizlarga vakillik qiladigan bexatarlik tuyg'usi. Siz odatda qanday tomoq yeyishni yaxshi ko'rasiz? Men achchiq, lekin shu achchiq narsani yeyishni yaxshi ko'raman. Xogo, chomifen, nianga. Sizchi? Ama odatda layman, polo, anikin pöre, shu qadar. Pöre. Ikki xil tomoqlar. Bo'ri yemsan. Pöre deydi. Pöre. Yaxshimisiz? Siz odatda eng yaxshi ko'rgan ishingiz nima? Bazoilni shkonchi. Sizchi? Men odatda eng yaxshi ko'rgan ishim o'zimningki ishdan sirtqi vaqtlarda yolg'iz aram edip, naqshanlab aram edish. Naqshanlab aram edish. Bayatda siz musiqa anglab deb ekansiz, demak, naqsh musiqani yaxshi ko'rgansizda, Mekel Baxtiyor. Oilada necha bola? 3 bola. Nechinchisiz? Ikkinchisi. Sizchi? Men oilada bolalarning cho'ngan 2 inim bor. 2 iningiz bor. 3 o'g'ilsizlar, demak, ha. Yaxshimisiz? Siz odatda sayohat qilishni yaxshi ko'ramsiz? Men dengizni yaxshi ko'raman. Dengiz taraflarga berib sayohat qilish yaxshi ko'raman. Siz odatda masalan bir ishlarga yo'liqqanda, masalan qilaman degan ishingizni qilgan vaqtda qaysi ishga eng bak ochiqingiz keldi? Odatda men ochiqlanishni yaxshi ko'rmayman. Faqat ochiqlanmamsiz Aysha? Yo'q. Faqat ochiqingiz kelmanda? Hayotingiz ochiqlanib baqmaganmi?
Ben açığım kelgen vaqtda faqat jimmi turib olishni, sukutda turib olishni yaxshi ko'raman. Açığım kelmeydi demeymiz. İşpadılmayman deysiz. İşpadılmayman, yo'shirma demakchi-da. Açıq kelish kelmaslik, qo'rqmaslik bu sizning irodangiz ichida bo'lmaydi. Bu tamamen sizning kontrolingizning sirtida bo'ladi. Shu açıq kelmasligingiz mumkin emas. Siz faqat shu açığım kelmesi kerak deb açığınızdan kelishiga yo'l qo'ymay, ashuni tunjuqtirib yutadigan bir xil xarakter. Bu xil xarakteringiz yaxshi emas. Chunki siz açığım kelmaydi deganning o'zida biz nimda hukm qila olamiz? 100% siz ishingizni xushallanmaysiz. 100% la. Buni 99 emas, 100% la siz ishingizni xushal bo'lanmaysiz. Bu ikkisi bir eriqdan mangdigan narsa bu. Siz bir laysu ketib eqiyotgan eriqni laysu ken deb to'sib etsangiz, mayaqdan süzük suvni o'xshash to'sib etasiz. Bu ikkisi aylanadigan bir chambarakda aylanadigan narsa siz ashningdil o chaqda sizdagi nurg'unlagan to'saloq paydo oldigan. Davomlashtiring. Siz o'g'il do'stingiz bilan masalan qo'shib qoldingiz, gapda qolishib qoldingiz. Siz ochig'ingizda uning bilan bo'ldi deb qaytdingiz. Lekin siz o ishingizdagini masalan shu o'g'il do'stingizga qanday holatda ifodalab o'qisiz? Qarshi taraf o'g'il do'stim bo'lgandan men yaxshi ko'rgan odam. To'g'ri tushunish asosida unda jidal ahvol najih bo'lmaydi. Meningki mijozim asta. Siz masalan endi kelgusidagi loyihangizda qanday talablar bor? Talab qilib. Mening kelgusidagi to'y shangrimga bo'lgan talabim pokiz bo'lsa, andigan zo'rashins bo'lsa, anchangans bo'lsa, andigan menga kuyinsa deb o'ylayman. Balkim qizlarning siz haqida nurg'un narsani bilgisi botdi. Masalan, siz odatda kirim qiladigan qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki kirim qilmaydigan qizlar? Bek qiniq emas, bek qiniq bo'lib ketsa men susroq kirim qilgan qizlarni. Masalan, siz hayvonotlarni boqishni yaxshi ko'ramsiz, mushuk degandek. Men birisiga it boqishni yaxshi ko'raman. Yana birisiga uyda kichik aslan. Aslan, mushukning bolasi. Sizcha sog'lom? Men mushuk boqishga shu ishtiq kelganda ancha yaxshi ko'raman. Mushugingiz bormi? Sizning mushugingiz bormi? Bor. Endi men qizlarga vaqt beray. Chiroqni saqlab qolishni xohlaydiganlar davomli saqlanglar, o'chirishni xohlaydiganlar hozir o'zingiz o'chirib yetinglar. Kishilarning farqi ularning nimalarni orzu qilganligida. O'zingdan olqishing uchun bor kuchingni chiqar. Bir bo'lg'uning yetarli emas, texmi ko'p bo'lg'uning afzal. Bu tuyg'u bakpeysi. Asl ichimligi. Qo'l tutishganlarga qiz mehmonga Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan oltin uzuk, o'g'il mehmonga Qarqash Sho'xlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan Sho'xlan markasidagi gaz o'choq sovg'a qilinadi. Agarda programma guruhimizga o'yinish xatim ta'minlab beralsa, Şinjan Pasl xalqaro savdo cheklik shirkati bir juftlarning sayyoh yilnay sayohatining barliq chiqimlarini o'z ustiga oladi. Qarqash Sho'xlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati Sho'xlan markasidagi sovg'a qiladi. Programma oxirida chiroyli qizlarimizga Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Bergnas markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. Endi men qizlarga vaqt beray. Chiroqni saqlab qolishni xohlaydiganlar davomli saqlanglar, o'chirishni xohlaydiganlar hozir o'zingiz o'chirib yetinglar. Ketdi. Lekin men bayatning savolimni davomli so'rayman, javobini sizdan ilishdan burun Fatigulidan bir savol so'rab beray. Fatigullada ma'lum bir odamning zimin dukkuni bor ekan. Uzoq vaqt ijara berman deb o'ylaydi ekan ko'nglida. Qoida bo'yicha aytganda u qanchalik vaqtda ijara bera oladi? Davlatimiz Axlab qonun dasturining 705-moddasida ijara muddati 20 yildan eshib ketmaslik kerak. 20 yildan eshib ketgan qismi kuchga ega bo'lmaydi deb belgilangan. Buningda shuni ko'rishga bo'ladi, shu masala so'rgan kishi dukkanini ijaraga bersa, eng uzun bo'lganda 20 yillik ijara to'xtami to'si bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Fatigullada. Samika Turpanliq yigit, Turpan 90dan. Sahnamizga chiqishi bilan ta hozirgacha
qanaqdır sahnening besimi bilan va yoki ma chiroqlardan o'diqib, qizlardan o'diqib emas, aslida o'zida bor tortinchoqlik xarakterini yengib bo'lamadi, o'zini yengib bo'lamadi. Biz Baxtiyorga yordam qilganimiz bor shaxsan mening baklar. Dün bizdan ishtirib turdik. Sizning Baxtiyorga samimiy taklif fikringiz bo'lsa, anglasak. Bir daryoning suyini ichganlar. Baxtiyor ukamiz o'zi xalq soqchisi ekan. Amaliyotda o'zimga qamashgan bo'lgan. Abay chiqishida bayam es qilgandek o'zi bak tortinchoq ekan. Mushu jihatda o'zini taqimi chiniqtirib, yosh bo'lganiki qizlar bilan bir fikr almashtirib, o'zini taqimi jonlantirsa ekan deyman. Rahmat Samika. Muallim sizga qarayapti. Men sizga qarayapman. Qarang. Siz xatir kompyuterda chekib tanlab mush qizni nisbatan yoqtirdim degan qiz zodi kim u? Demasam bo'ladimi? Cho'qim deymanmi? Qo'l qilmagan avval. Yashin. Anglab qoldilarmi? Deb chiqdingmi? Anglamadilarmi? Almira faraz qilib yiqqan nechinchi nomer dedi? Almira. Siz faraz qilib yiqqan nechinchi nomerdi? Balkim 6 bilan 5, 3, 1 yoki 5, yoki 3, yoki 1. Almira biroqni 3 davatdingiz. Fatilda siz faraz qilib yiqqan. Bu bola bayamlayan qilsa 500 nomer bak qarab ketdi. Alayda muomala qilib sot ichib ko'ngan tajribalaringizga asoslanganda naytdi to'g'ri javob berganligingizni qutlaqlayman Fatigulada. Fatigulada aytgandek 5-nomerli Aisha Baxtiyor sizlar sahnaga chiqishdan burun mush qiz bo'ldi ekan deb tanlagan qiz edi. Afsus Aisha chiroqni o'chirdi. Yo'q. Lekin bu rad qilinish emas, a? Nima shunday deyman bilamsiz? Siz qizlarga tushunish fursati ko'p bermay qoldingiz. O'zingiz sal o'zingizni ilqi qapning ichiga kirgizib oldingiz. Buda sahnaga chiqqanda unda qilmasligingizni umid qilaman. Tirishing, a? Xizmatmi muhim, lekin turmushmi muhim. Bo'ldi endi, rahmat sizga. Sizga. Xayr. Hemen hazır sahnedən düşdüm. Sahnede bir ciddileşib ketdim. Onun üstüne özüm içimdekini to'liq ifoda beramadim. Shuning bilan qizlar hammasi chiroq uchratib qoldi. Lekin men bundan qat'iy afsuslanmayman, chunki o'zimninki ko'nglimda o'ylaganlarimni to'liq ifoda beramay qoldim. Bundan keyin bo'lsa o'zimning mushijaatdagi kamchiliklarimni to'liqlashtirishman. Qizlar, havo shunday issiq bo'lsa-mu, biz o't makoni bo'lgan, xuddi Gulxonning taptidek issiq havo iqimi bizga kelib tursa-mu, turpanki ko'rinishimizni muvaffaqiyatli avatimiz. Afsus, birinchi yigit Baxtiyor sahnadan quruq qo'l ayrildi. Lekin biz programmani davomlashtirishimiz kerak. Qulqanlarga yaqadigan bir gapni birini qilay-a. Samika, sohibxongo siz biror naqshni bizdan olmaydigansiz. Rahmat. Qani, qizg'in alqishimiz bilan Samikamni kutib olaylik. Rahmat.
ateşlik pırağınla Meni taşladın canan ateşlik pırağınla Ateşlik pırağınla Ateşlik pırağından Nakşamdin çiçek açtı Ateşlik pırağından Nakşamdin çiçek açtı Kol tutup senin Seferlerde davan açtın Seferlerde davan açtın Kol tutup senin bilen Seferlerde davan açtın Seferlerde davan açtın Hacep görkem güzel çağla Hacep görkem güzel çağla Açtı iken kucak bizge Hacep görkem güzel çağla Hacep görkem güzel çağla Açtı iken kucak bizge Hacep görkem güzel çağla Hacep görkem güzel çağla Hacep görkem güzel çağla Qizlar, bizning birinchi bosqichimiz oxirlashdi. Mana ikkinchi bosqichga qarasak, 2 nafar qiz almashib chiqibsizlar. O'zinglarni tanishtirib o'tamsizlar. Tetik sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tam tetitqilari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dan mashina mukofotini naqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling. Elch programmamizni chachasrash yuyish mahsulotlari jihatdagi bayroqdor korxona Xinjiang Al-Xumar mablag' selish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Mana Dilbirim keldi. Qahvarang romantika ve muhabbetning belgisi. Qararang büyüklük ve yüksek cezbidir. Sözlerden haslıkınızı bayan kılıp tenha güzellikinizni sözleydi. Matarangdan hayatның güzelliği ve ümit balkıp durulur. Kızılrangda şokluk ve kızgın yaşlık söygüsü ayan. Dilbirim 5 yıl renglik çaş boyuqi güzel yaşlıkның rengdar çiçekleridir. Dilbirim. Gülginazım, Gülginaz, hemrahim sen kış hem yaz. Şundak, seni her vakit mihrim bilen eski alımen. Vücudun paklıkın, ahlıkın bilen huzurlanıdı. Sappaxtadan pütülgen cismin, ayallıkla tabitimge hüsün koşup, sağlam ve güzel turmuşqa bo'lgan ishonchimni aşırıdı. Pakizlig'ining ichiga mening güzel yaşlığım, ayollik jazbidorligim yo'shiringan. Sen bilen manzillarim güzeldir, ey Gülginaz tazliq qog'ozi. Gülginaz tabiiy sappaxtalik tazliq qog'ozi. Yaxshimi ustozlar, mening ismim Halmira, o'zim Urumchidan, hozir o'qiyapman. 大家好，我来自新疆乌鲁木齐市，谢谢，欢迎您参加我们的节目。
Undaqda biz ikkinchi yigitni sahnamizda kutib olamiz. Qani, marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, ma'lum. Qizlar bilan salomlashmoqchisiz? Yaxshiman, qizlar. Jiddiy-ku? Yo'q. Baxtiyorning ta'sirida siz misol jiddiylashib qolmagansiz? Jiddiylish yo'q. Sahnadagi qizlarga bir qarab o'tamsiz? Qarab. Judi? Judi. Harakatingiz ekan-a? O'zingiz yoqtirgan bir qizning rasmini chekib tanlab qo'ying. Bo'ldimi? Menni ko'rmadimmi? Qani, o'zingizni bir tunishtirib o'tamsiz? Ismim Xilmurat, endi loyiq qilib kelgan. Xilmurat, loyiq qilib kelganingizni bildik. Bizning bu programmaga odatda shu loyiq qilib kelganlar qatnashadi. Xilmurat menga oxirgi gap o'maqa, men loyiq qilib keldim deb. Mushu qizlarmi sizga o'xshash orzu maqsad bilan sahnaga chiqdi. Siz tanlagan qiz va yoki sahnadagi ma'lum bir qiz siz bilan tushib ketamdi, tushib ketmamni biz uqmaymiz. Tirishib baqaylik. Bulamda siz ko'proq maslashib bering. Ma'qul. Yaxshimsizlar ko'rurmanlar. O'rimchidan kelgan Xalmurat Nijatdan hammanglarga salom. Men bu yil 22 yosh. Mening o'qigan kasbim axborot, ya'ni xabar ratlash. Qiziqishim futbol o'ynash, naqsh anglash. Keyingi orzuyim bo'lsa, yaxshi bir axborot xodim bo'lish. Mening elchi sahnasiga kelishdagi maqsadim oliy maktabda ishga oshira olmagan muhabbat orzuyimni bu sahnada ishga oshirish. Qanday qizlarni yoqtirsiz? Shu umoq chiroyli, bundan mijoz chiqish oladigan o'sim bo'ldi. Endi umoq chiroyli qizlar jiq. Jiq. Meni yaxtasi bo'lsa. Meni yaxtasi bo'ldi deysiz-a? Siz mi yaxtasingiz, uni yaxtasi bek yaxshi ishdi. Shuning uchun tirishib baqmamdi Xilmurat. Bugun siz dadillik bilan savol so'rang edim. Unda eg'irib qo'yganini yosh ko'ramsizda gap yoz. Chunki mening mijozim sal eg'irib besirdi. Shuna balkim ishimiz chiqib qolishimiz mumkin. Mijozim xil eg'irib bes qarsam, mijozim xil eg'irib bes kelishim. Umaqa balki chiqib qilishimiz mumkin. Chiroyli bir gap oldimi? Ha. Siz o'zingiz dedingiz, mening mijozim eg'irib besiq deb. Siz tanlamoqchi bo'lgan loyihangizni mijozim eg'irib besiq deb bayon qildingiz bu yerda. Undan bo'lsa bek zerikishib bo'lmamdi. Cho'qim siz eg'ir bo'lganki, cho'qim sizdan tanlagan loyihangiz cho'qaroq bo'lishi kerak. Shaxsan mening qarashimcha, o ikkisidan undan eg'ir besiq qolsa, sen yaxshi emas. Siz qanday qaraysiz shunga? Men mijoz chiqishasiz, shu qo'landa eg'ir bes qoldi o'xshashqa. Meni desam zerikishlik unda bo'lib qolsa. Cho'qim amni bir taraf cho'qim shasharoq bo'lsa, bir ochiq yo'ruq bo'lsa, menimcha texim yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa zerikishlik his qilib qolsizlar. Eg'ir besiq deydigan undaq tug'ma xarakter olmaydi amaliyat. Odamning eg'ir besiq bo'lishi mumkin emas amaliyat. U faqat eg'ir besiq bo'lib qoladi. Nima qilsa o'zining ichidagi bir xil sho'x holatini, erkin holatini chiqarolmaydi xolos. Natijada ko'ringanda eg'ir besiq ko'rinib qoldi u. Qiz bolaning texim shundaq. Shunga ba'zi eg'ir besiq, ba'zi muhitda, ba'zi so'rildi eg'ir besiq ko'ringan qiz bola, balkim o'zi yaxshi ko'rgan bolaning yanında boshqacha bir sho'x bo'lib ketishi mumkin. Bunun o'zi nima desa, aslında bir xil suyulishni yaxshi ko'rgandek his qilganda, bir xil anchanganda his qilganda, andan keyin o'zining asl xarakterini tabiiy ifodlaydigan gap. Shunga qizlarning men eg'ir besiq degani amaliyotda natmush muhit qatilgan narsa. Sizga birasi sizni qizg'inlik kam deb baqqanmi? Qizlarga bo'lganlar emas, qizg'inlik munosabatlar emas, turmush, o'g'inish, hayotga nisbatan qizg'inliging azroq kam deganlar bormi sizga? Bor. Nima qilishni yaxshi ko'rasiz odatda? Nima? Naqsh anglab shu. Naqsh anglashni yaxshi ko'rasiz. Siz shuna bo'sh bekama naqsh anglig'idek davomli. Masalan, siz hozir yurib qolsangiz bir qiz bilan. Iqtisod masalasi degan masala ko'z oldingizda bormi? Bor. Masalan, birga tomoq yeb qolasizlar, birga kino ko'rib qolasizlar. Birga ancha-muncha bozorlarga chiqib kelishinglar mumkin. Bu sizga nisbatan besimmi, besim emasmi? Besim emas. Emas. Emas.
Ancha muncha mehmon qilishga to'g'ri kelib qoladi. Ota-onangiz sarflasizmi pulni? Sarf beramda. Ota-onalar sog'an pulni band, o'zim oldiganda veshonlik qilib topgan pullarim barcha. Unidar savdosini qilib topgan pullaringiz bor. Sizning muhabbat tarixingizni o'qisak bo'lamdi? Bo'ldi. Qizlar, ekran qaranglar. Muhabbat men uchun romantik tushga o'xshaydi. Har qatim uyg'onibla tushimning reallik aylanib qolishini orzu qilaman. Lekin tush degan tush. U hargiz reallik emas. Men bu qatim ko'nglimga go'zal bir ishni pukdim. Ya'ni ko'ngilgidek muhabbatga erishib, kasbda tang taraqqiy qilib, orzuyimni reallikka aylantirish. Ishondinglarmi? Ishonmadim. Nimishqa? Abaya qarashdim, bu balonning chiroyidan ham taq turishlardan uzoqi bo'ldi deb balon cho'qim chiqdim. Muhabbatlash baqaliqdim. Endi chiroyim o'sha. Necha qatim muhabbatlashganda sizcha? Mencha bir 3-5 kichi bo'ldi va. Voy yoqay. Men to'g'ri qarayman. Mencha 3-5 kichi muhabbat tarihi va deb qaraysiz, shundaqmi? Almira sizchu? Axili juxtu. Uningda chiqmadi? Juxtu. Yosh turib muhabbatlashmay nima qilsiz, ey? Tamam. Shundoqmi, Alimalim? Hamda men bu antas shermadim raskatta zamanda muhabbetlash baxmadim desa ishledim. Men aytmoq shu qatam muhabbetlashgan bo'lishi mumkin. Odatda qanday narslarni anglaysiz? Shu inglizcha. İngilis tilidagi naqshlarnimi? Alayda sabab bormi? Alayda sabab yo'q shu. Endi qiziqishimcha. İngilis tilini tushunamsiz, deyalamsiz. Normal aloqa qilolmaysiz ingliz tilida. Lekin naqshlarni anglashni yaxshi ko'rasiz. Ma'nosini tushunmay olsangiz o'zingizni olamsiz. Ma'nosini tushunmay. O'qiy olmayman, lekin shu ching-chang joyda o'qiy olmayman. İngliz naqsh ayta olamsiz? Yo'q, aytaman. Naqsh aytamayman. Olayman deb yondirib oldi, qaranglar. Talantim yo'q, naqsh aytishganda usul o'ynashda talantim yo'q. Talantingiz yo'q. Faqat short talantim yo'q. Rast. 7号女嘉宾，您觉得他怎么样？我感觉这位男嘉宾非常的有绅士。虽然我不太了解他之前做过什么事情，但是我感觉他是一个富有责任感和爱心的一个男孩子。就是单纯的，从他的外貌还有谈吐语气，能感觉到他是一个非常有温暖的人。Halmurat，你觉得7号女嘉宾怎么样？长得好看，然后特别优雅。优雅。然后有那种吸引人的魅力。Siz bilan muhabbatingiz bilan nima yo'lga chiqqansiz, navarsiz? Menda yo'lga chiqib boqmasam? Yo'q, gapmi? Chiqqan tomoq yemay, kino ko'raman, tuganda shu. Oshayapmisiz? Yo'q. Nima yeysizlar, yeb qolsanglar. Qizvol qaramsiz yoki? Qizvol nima yeysiz shundan gapda? Achchiqsiz, machchiqyamsiz? Achchiqni yeb qolsa yeyish bermay. Agar sizdan ko'rashgan qizlar uchuqroq kiyib chiqamiz, qanaqa qilasiz? Endi gaqilaman shu yibg'iroq kiyinglar. Xuddi tugidek. Ochiq kiyimimni bagraq ochiq kiyimsizlar bo'ldi-ku. Ma'qul, tugidek. Rahmat. Arzimaydi. 对未来的女朋友有什么要求？要求的话，穿着得体，然后就不要那种爱玩，然后晚上就按时回家那种，就性格好一点，长得好看，没别的要求。谢谢。不用谢。 Agarda siz bir ko'chada mevatsiz. Mevasiz bir qizlar kolt kiyib oldi, yana birisi uchuq kiyib oldi. Siz ko'zingiz boshqa kimga qaraydi? Hech qaysi qaramaydi. Oldin qarab. Oyog'i bo'lib qolmaydi. Yo'q, oldin qarab menga yuraman. Bag'asir Xalmuratning umaq taraflarini bayqavyapmiz, o'zgacha. Haqiqatan Xalmurat o'zini men ig'ir besiq degani bilan Alining aytqani bo'yicha o'zining aslidagi mahiyatli xarakterini ancha-muncha kichik nuqtalarda ifodalayotdi. Masalan, turmushga nisbatan qizlarga bo'lgan talabida biz nurg'un o'xshamasliklarni bayqadik. Uyda necha bola siz uqam? 2 balami?
Kız oğul mu yoki? O'g'il. Kichik o'g'il. Siz cho'ngmi, kichigimi? Cho'ngi. İningiz necha yosh? Menim 13. 13 yosh. Biz birinchi bosqichga qadam qo'yib boqaylik. Qizlar, dastlabki qadamda tushunish orqali Xalmurat uchun chiroq saqlab qoldiganlar kimlar? O'chirtirganlar kimlar? Ikki sanlar bo'ldi. Qarab baqadigan bo'lsak, 4 qiz siz uchun yana davomli chiroq saqlayotdi, ha? Alimalim. Masalan, shu bir maymun. Na chiroyli deyli bu maymunni. Na kelishgan. Bu qancha kelishgan, qancha chiroyli bo'lsa-mu, bu maymunni bir shir hargiz yaxshi ko'ra qolmaydi. Masalan, bir shir şöyle aytgan bu maymun-da. Ham bu shir desa, shir o'zining orasida o'zi yaxshi ko'radigan bir tip bo'ldi shirlarning. Shunga o'xshash biz bir narsaga sal qaraymiz. Masalan, shu Xalmuratning mijozdek odam yaxshi ko'radigan nurg'un qiz bola bor. Biz buni cho'qim sho'x qilib gapdan qilishimiz hech qanday hojat yo'q. Hech qanday hojat yo'q. Ba'zi jiqqa qildigan bolalarni yaxshi ko'rganlar bor. Bu bizga yoqmay, ukam ozroq gap qil deyishimiz mumkin biz. Ammo shunday to'liq gap qildigan, masalan, poet vatqinni bilsimi, poetishini yaxshi ko'rdigan yana nurg'un qiz bolalar bor. Poetishini, uning poliqini biladi o'zimi, ammo ashqil oltini, ashqil xarakterini yaxshi ko'rdigan. Shunga biz ba'zida sahna chiqqan bolalarga qandaqdir biz o'zimizning ko'z qarashidagi bir xil erni uningni talab qilmay, o'zining o'z asli oltinchi, o'zining ash xarakterini, o'zini jiqroq rag'batlantirib bersak, bu sahnadami, chunki bu bolani 10 qiz bolaning hammasini yaxshi ko'rishning hojati yo'q. Hamma mumkin emas, qat'iy mumkin emas. Mushning ichida bir ikkisi, 3-4 mushkil xarakterdagi, shundaq tortinchoqligini balkim yaxshi ko'rgan nurg'un qiz bolalar bo'ldi. Mushu ba'zi o'g'on bolalarning tortinchoqligimi, ba'zi qiz bolalarga anchongan berdi. Tortinchoqligi. Shu bu anchongan degan cho'qimli ma'lum bir nuqul bir nuqtadan kelmaydigan gap. Shunga menimcha yana layoqatlik deb qaraymiz Xalmuratni yanılar. Fatgulada biraylar qarshi tarafga qarz beribdi. Lekin o'simni nisbatan yuqori davobdi. Qarshi taraf ehtiyoji bo'lganligi uchun amal yo'q, apti. Hamda qonunimizda shunga davomli saqlab qolamizlar. Yoki savolinglar bormi? Endi siz o'zingiz ixtiyor qilib turib biraylarning chirqini o'chirib yeting. Bir anda chikin o'chirasan bunda birni. Hozircha birni o'chirib yetib turgan. Birni o'chirdim. Birinchi nomerliq. Xadijasi o'chirib yeting. Mukarram. Sumayya. Chiqanlar qani. Xalmuratning ikki tarafiga kelinglar. Endi qo'limda xatir kompyuter bor. Xatir kompyuterda Xalmurat alayda chekib qolgan surat bor. Bu suratning egisi mush ikkalandan biraylarmi emasmi? Biz hozircha bilmaymiz. Qani 3, 2, 1 cho'ng ekran qaraylik. Mukarram. Mukarram, siz o'zingizni men shu deb faraz qilganmidingiz? Yoki Sumayya men bo'lib qolamanmi deb o'ylaganmidingiz? Yo'q, men faraz qilmadim. Faraz qilmaganman. Undaqda ikki nafar qiz siz uchun chiroq saqlab qoldi. Endi bu ikkalandan biraylarning qo'lini tutsangiz bo'ladi. Tetik sohasidagi sarka mahsulot cho'ng ustam tam tetitqulari shirkat qurilgandan hozirgacha xaridorlar oldin tanlaydigan markaga aylandi. Mana bu yil shirkat qurilganligining 7 yilligini qutlash munosabati bilan cho'ng ustam mahsulotlarining ichiga 500 tal oltin uzuk va esil 2 dan mashina mukofoti naqlashtirish faoliyati yo'l qo'yildi. Cho'ng ustam mahsulotlari bilan hayotning lazzatini surib, kutilmagan mukofotlar bilan talaylik xaridor bo'ling.
Elçi programımızda çaç asrash yuyish mahsulotlari jihatdagi bayroqdor korxona Şinjan Al-Qumar mablag' selish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Şinjan Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati yaqindan yordamda bo'lgan. Şinjan Kamera Madaniyat tarqitish cheklik shirkati televiziya e'loni, televiziya programmasi, televiziya teatri, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Şirketlerin təşviqat planını tüzüş ve LED ekranını icra veriş qatarlıq türlər bilan şoğullanıdı. Əgər yuqarı türlərə ehtiyacınız bolsa, Kamera Madaniyat tarqitish cheklik shirkati sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat tarqitish cheklik shirkati. Undaqda 2 nafar qiz siz uchun chiroq saqlab qoldi. Endi bu ikkilandan biraylarning qo'lini tutsangiz bo'ladi. Barak olsun kelinglar. Oldingmi? Rahmat Sumaya sizga. Mukarram. Tushib ketishni xohlamsiz? Xohlayman. Sizga nisbatan Xalmurat qanday ta'sir berdi? Menga nisbatan shu başdan paranglashgan vaqtimizda shu xilli xiyollarimiz o'xshab ketgan. Naqshini yaxshi ko'rgan, men naqshini yaxshi ko'rmay degandek shu. Samika. Ikkalan sizcha bir-biriga moslashdimi? Menimcha Xalmurat bilan Mukarram bu ikkisi pek mos keldi. Biz ham oxirdan texim xayrli bo'lishini umid qilamiz-da. Oxirda ikkisiga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat bo'ling. Samikam muvaffaqiyat tiladi. Chunki ikkilanlarning yeshi hozir texbak cho'ngligidek emas. Yoshlikning dastlabki bosqichlarida muhabbatlik qadamni ilish oldida turyapsizlar. Balki muvaffaqiyat bo'lishi mumkin. Balkim turli sinoqlarda chiqqanlar boshqa tanlashlarda bo'lishinglar mumkin. Endi u tanlashni o'zinglar qo'ydik. Navbatda Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan bir tal oltin uzuk sovg'at bor. Buni Mukarramga biz Xalmuratning qo'l orqali sovg'a qilamiz. Qani, qabul qilinglar. Sabab qo'yamda? Mayli. Xalmurat, sizga bag'an siriliqi o'zimning enistak qarab kelyapman-a. Men qarab qo'yib qo'yamdim, tutamdi. Lekin Xalmuratning samimiyati, masalaga nisbatan ko'z qarashlarini aynan o'tirib qo'yishi bizni so'yindirdi. Mukarram, tanlashingizning xato bo'lmasligini biz umid qilamiz. Hozircha Xalmurat bizga shunday yaxshi ta'sir berdi. Sizmi ham shunday? Sizdan tuyuqsiz buncha tez xo'shlashiganini o'ylasak, sal ko'nglim yerim bo'lardi, lekin uni kelgini sanlab. Endi yana bir sovg'atlik bor. Bu sovg'atni biz sizga beraylik Xalmurat. Endi buni opangizga sovg'a qilsangizmi bo'ladi? Va yoki Mukarramga sovg'a qilsangizmi bo'ladi? Qarqash sho'xlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati ta'minlagan gaz o'choq. O'zingizga qani qabul qiling. Endi Samikam aytgandek ishqinglar muvaffaqiyatli to'y qasriga qadam atqazsanglar, cho'nglarning ham xo'shal bo'lishi bilan, rozi bo'lishi bilan to'y qasriga qadam og'ininglarda Şinjan Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati ishqinglarning sayohatinglarning barliq chiqimlarini o'z ustiga olmoqchi bo'lyapti. Yana Qarqash Sho'xlan savdo cheklik mas'uliyat shirkati 8 ming yuan qimmatidagi oila elektr saymonlari bilan ta'minlashni ko'ngliga pukibdi. Endi gap ishqinglarning to'y qilish qilmasliginglarda, u o'zinglarning ixtiyorligida. Muborak bo'lsin. Xayr olsun. Şu sahne chiqib shu bir qo'rq qarashlarni ostida shundan Mukarram ko'zimga chiliqqan bir yo'q. Chiroy olamdi, kiyinishdan taqdir qildi namnasi. Ko'zimga tushgan. Ondan orqadagi paranglishlarda mijozimiz o'xshashga shundan shu tanlagan. Shu
hozir sahnadan chiqib ketgandan keyin tahammuk bir-birimizni tushunib qilishimizni umid qilaman shu. Samimiy, azroq tortinchoq ko'rinadigan, lekin rostchil Xalmurat qonchaqdek umaq mukarramni sahnamizdan elib tushib ketdi. Biz ularga baxt tilaymiz. İşlarining o'ngishli bo'lishini umid qilamiz. Qizlar, sizlar qo'rqib qaytmanglar. Şinjan Berginaz xalqaro savdo shirkati sizlar uchun ko'ngil sovg'atlarini tayyor qildi. Qani qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, sizlar izchil yoqtirib iz qo'g'lab ko'rayotgan elchi programmamizning tajdorligini Cho'ng Ustan markali tamtid tutqulari bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ng Ustan yemak ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Chash yuyish, chash asrash mahsulotlari sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' selish shirkati programmamizni alohida talab qilgan. İran markasidagi teri asrash mahsulotlari bilan to'lilgan Xinjiang İran xalqaro savdo shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Xinjiang Fasl xalqaro savdo shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Qadrli ko'rman do'stlar, Otash Makan Turpan surat qilingan elchi programmamizning bugungi son vaqt munosabati bilan mishad oxirlashdi. Esinglar bo'lsin, har hafta uyinglarni yo'qlaydigani biz elchi qadamlarimiz to'xtab qolmaydi. Sizlar uchun muhabbatli hikoyalarni to'xtamay yozamiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Tinglab turdim elchilarning barg'inini. Ko'plab qoptu yeydi g'alla yarg'inini. Men bulsam kurayani alg'inini. Men alg'ucha yar uyiga elchi keptu. Men bulsam kurayani alg'inini.